Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, bolajonlar bilan mana bu aqllilar o'yinini nima qilamiz? O'ynaymiz. Tayyormizmi? Demak, 7-chi mana bu yerda ko'rsatilganini bajaramiz. Landi o'yinda bu o'yin boshlandi. Bitta ochiq joylari bor. O'sha ochiq joylarni nima qilish kerak? Terib chiqib qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Demak, hozircha Muslima oldinda ketyapti. Bu chalg'ituvchi qilib boshqa ranglarga bo'yab chiqilgan, ko'rsatilgan mana bu toshchalari umuman unga mos kelmaydi. Kitobdagi mos kelmaydi. Eng oxiriga kelgandan keyin joyiga tushish qiyin bo'ladi. O'chani joy-joyiga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Xato qilsak, ayrim joyda bo'sh joy qolib ketadi. Demak, bu safar ham Sarvar nima bo'ldi? Olib chiqdi. Sarvar nima olasan? Menmi? Demak, mana muvozanatda turuvchi o'yinchoqni oldi. Muslimas, yana safar biz tezlashamiz. Xayrlashamiz bolajonlar. Xayr.